Bir insonni ustoz deb tanlashingiz mumkin, lekin u sizni shogirdi deb tan olmasa ham qiyin-da. Keyin unga chiroyli gap gapirganman. Men seni pulingni qaytarib bera olaman, lekin sen meni hunarimni qaytarib bera olmaysan. Men hunarimni nima qilib qo'yaman, senga pulingni qaytarib berganimga omonat qilib qo'yaman. Maryam xafa bo'lmaysiz. Maryam pani dasturini birga bir ko'chirganda o'rtada endi konflikt bo'lgan ustoz shogird o'rtasida. Shogird hammaga голосовойni eshittirib yuribdi-da Maryam pani. Men pulini to'lab o'qiganman. Menimcha shogird emasman, lekin shunaqa jar sochardi oldin u. Men Maryam Mahmudova shogirdiman deb pulini to'laganman bo'lib qoldi-yu, shunaqa bo'larkanmi dedim. Ustozlarni tan olmay qo'yayotgan shogirdlar bor. Shuning uchun ham ko'p ustozlarimizning hafsalasi pir bo'lib qolgan. Odamni ko'z o'g'risi ham bo'lib ketganda. Yolg'on ko'p, yolg'on bor joyda baraka bo'lmaydi. Shogird qilib olingchi-da, yordamchi qilib olaman deyman. Men pulingni beraman deyman. Yordamchi bo'lsa, xizmatim qilasan, shu bahonada o'rgansang, o'rganing, ishoning, uncha-munchasi chidolmayapti.